Hammaga xayrli kun aziz do'stlar. Sizlar bilan Bobur Trader YouTube kanalida ko'rganimda juda ham xursandman do'stlar. Albatta ko'pdan beri videolar chiqmay qo'ydi. Barchadan uzr so'ragan holda bugun sizlar uchun ajoyib videoroliklar ketma-ketlikligini davom ettiraman do'stlar. Albatta kanalda kimni kuzatayotgan bo'lsa, tasodif ko'radigan insonlarim uchun shu like, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddaman. Prosta YouTube kanalimiz rivoji uchun do'stlar. Albatta bugun bizlar nima haqida gaplashamiz degan savollar juda ham ko'payib ketdi. Hozir juda ham trading uchun juda ham oddiy pul yo'nalishi haqida ko'p insonlar gapirishyapti. Trading oddiy nima qilib tushuntirishyapti do'stlar. Albatta bugun men sizlar bilan boshlang'ich noldan misol tirnovkani, ya'ni tirnovka deymiz, har xil tushunishimiz bo'lsa, albatta demo hisobda shug'ullanish va realga o'tadigan bo'lgan masofani birgalashib sizlar bilan ishlaymiz va сделкалар qilishni boshlaymiz do'stlar. Albatta men har kunlik сделкаларым, demodagi сделкалаrimni chiqarib boraman. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol kanalimizga obuna bo'lib, meni kuzatishlari mumkin. Ya'ni misol kimgadir real hisobda birdan ishlagan ma'qul degan hisoblar bo'lishi mumkin, lekin albatta kimdir endi trading kirayotgan bo'lsa, shu demo hisobda ish boshlaganlar ma'qul deb o'ylayman. Misol mana bu ko'plab videolarimiz bor, oldingi videoda ko'p o'chirib tashladim. Shuning uchun noldan sizlarga ya'ni tradingni boshlang'ichda sizlarga tushuntirib o'taman do'stlar. Ham albatta minuslar bo'layotgan traderlarimiz ham bizlar bilan bemalol demoda boshqatdan shug'ullanib, o'z rejalarini qaytadan qaytadan rejalarni taktik qilib tuzib, yana qaytadan сделкаlarga kirishlari mumkin do'stlar. Albatta barchaga omad tilagan holda bizlar platformaga o'tamiz. Albatta o'sha yerda sizlar bafurcha gaplashib o'taman do'stlar. Bo'lmasa bizlar savdolarni boshlaymiz. Mana do'stlar, bizlar Pocket Option platformasiga kirib oldik. Pocket Option ham juda ham ajoyib bomba platforma do'stlar. Albatta bizlar bugun realni ochiqcha gaplashamiz. Bu yerda hech qanaqa yoshirincha narsa yo'q do'stlar. Albatta bizlar boshladik. Xo'p. Bizlar hozir bu real hisobda ko'p, biz 1 tin ham, 1 dollar ham yo'q, 1 tin ham nima qarochi 1 dollar ham yo'q. Demo hisobda bizlar tirnoqqa boshlaymiz. Albatta bu yerdan real hisobda boshlashni maslahat bermayman do'stlar. Hozir juda ham ko'p misol bir ikkita YouTube kanallar chiqib ketdi do'stlar. Trading juda ham oddiy qilib tushuntirishyapti. Iltimos qilib qolaman, bunchalik oddiy qilib tushuntirmang. Iltimos, misol YouTube boshqaradigan ko'p adminlar, misol boshqa narsa bo'ladi. YouTube'da misol trading yo'nalishida olib boradigan kanalda egalarida misol juda ham oddiy qilib tushuntirishyapti. To'g'ri, misol go'yoda сделкалар to'g'ri cho'tka analiz bo'lgan payt сделкалар silliq o'tadi, to'g'ri, bu aniq. Lekin baribir minus plus taraflarni o'ylash kerak. Xo'p, bo'lmasa bizlar boshladik. Endi Pocket Option qisqacha tushuntirib o'taman. Pocket Option haqida hech qanaqa videorolik qilganman, lekin prosta Pocket Optionda ya'ni bizlar demo hisobda shug'ullanishni boshlaymiz. Men 2 kun bo'ldi. Men 10 dollar bilan boshlagandim. Mana hozir misol 24 dollar bo'ldi do'stlar. Mana bu сделкаlarimiz yo'q. Xo'p, agar siz misol 100 dollar bilan boshlashni misol istasangiz, lekin mablag'ingiz bo'lmasa, demo hisobda 10 dollardan tirnovkani boshlasangiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni demo hisobda shug'ullanib, bozorda sal bo'lsa ham mohiyatini o'ziga o'rganish kerak. Birinchi videomiz demo hisobda tayyorgarlik, albatta tradingga ilk qadam bo'lib hisoblanadi do'stlar. Albatta bu yerda men tradingdan tanlaganim ya'ni binarum yo forex degan savol bo'lishi mumkin. Forex ham bor. Prosta Pocket Option bilan Forexdan ikki odam tanlagan bo'lganda men Pocket Option tanladim, chunki binarumda Pocket Optionda ishlash menga juda ham yoqadi. To'g'ri, hozircha shu yil hisobdan do'stlar minusdaman. Plusga chiqqanim yo'q do'stlar. Shuning uchun ham aytib o'tib ketaman do'stlar. Shu yil hisobda minusga uchraganman do'stlar. Shuning uchun ochiqcha demoda misol tirnovka qilishni boshlaymiz. Chunki real hisobda ochiqcha aytaman, shu hisobda 500 dollarlar bir oy oldin 500 dollar pul yo'qotganman.
Shuning uchun demoda ham misol yana qaytadan rejalarni ko'rib chiqib o'sha taktikalarni YouTube obunachilarim bilan birga bo'lishim kerak do'stlar. Hech qachon bu yerda minusga kirmagan treyderda o'zi bo'lmaydi do'stlar. Tradingda ochiqcha mag'lubiyatni ham tan olgan ham yaxshi. Shuning uchun shu hisobda biz minusdan olpesga kirganimiz yo'q do'stlar. Shuning uchun buni ham aytib o'tib ketaman do'stlar, albatta. Bo'lmasa bizlar boshladik. Albatta bu yerda instrumentlar tushuntirib o'tib ketaman bitta sizlar uchun. Mana bu valyuta juftliklari. Bu yerda valyuta juftliklari AUD, kanadskiy dollar, USD. Albatta sizlar qaysida ishlamoqchi bo'lsangiz, birinchi men aytgan bo'lardim. Oddiy akkauntlarda real hisobda ishlamang. Demo hisobda prosta demoda misol tirnoqga qilib o'z tajribani oshirish mumkin, strategiyalarni qo'llash mumkin, lekin real hisobda oddiy akkauntlarda ishlashni tavsiya qilmayman, chunki mumkin ishlasa bo'ladi, soqqa qilsa bo'ladi, bo'lmaydi emasda. Prosta baribir ham o'zini yo'riqda yurishi mumkin. Shuning uchun uncha ko'p men oddiy akkauntlarni real hisobda tavsiya qilmayman. Albatta Yaponiya GBP GPS, ya'ni GPS valyuta juftligi real hisobda 90% beryapti, juda ham ajoyib. Demo hisob. Albatta bo'lmasa bizlar ikkinchi misol valyuta juftligini tushuntirib o'tdim. Xo'p. Yana qaysi juftlik mana bu bo'limlarni tushuntirib o'taman. Keyin mana pastga bilasizlar hammasini. Bu yerda ham shunaqa oddiy bo'limlar, odamlar, har xil turner. Shunaqa, men birinchi videomda turnerlar haqida ham video qilganman. Kim boshidagi videoni ko'rib chiqsa, balki o'shanda ham turnerlar haqida video bor edi. Pocket optionda. Xo'p, shunaqa bo'limlar bor. Ikkinchi bo'limda ham time frame, shunaqa do'stlar, albatta. Xo'p, bugun bizlar rejamiz, bugungi taktikamiz, ya'ni bugungi strategiyamiz bitta olamiz. Moviy birinchi oldik. Mana bu moviy birinchi bor. Mana moviy birinchi. Kimga bunaqa strategiya olsa ham bemalol misol tavsiya qilib qolaman. Xo'p. Ikkinchisi RSI indikatori, mana RSI indikatori mana bu yerda mana shu yerdan mana bo'limda bor. Mana RSI indikator desangiz, mana RSI deb yuritiladi. RSI da ham qo'yib qo'yinglar. Xo'p, bizlar boshladik do'stlar. Xo'p, vaziyatni kutamiz. Qaraymiz. Albatta, demo hisobda kimlardir misol ishlash zerkarli yo bu yoqda deyish mumkin. Baribir real hisobda boshlashni ham men bu insonga tavsiya qilardim. Demo hisobda do'stlar, ming bor uzr. Nima qilgan yaxshi. Xo'p, vaziyatni kutamiz. Значит, pastga harakat bermoqchi. Xullas, retest bo'lib o'tishi ham mumkin do'stlar. Albatta retest bo'ladi deb o'ylab turib, ikkita polysheniya qarab zalga ochamiz do'stlar. Tepaga. Chunki retest mana bu chiziqchani ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda tegadi-da, xullas tepaga qarab ketish kerak narximiz. Endi taktik jihatdan shunday qaror qabul qildik. Endi tepaga misol 3 daqiqaga tepaga ketishiga zalga ochdik do'stlar. Shuning uchun do'stlar, tradingda oddiy qilib tushuntirayotgan misol odamlarga ko'p ishonmang do'stlar. Shuning uchun bu soha prosta oddiy to'g'ri plushlash, misol tajribangiz oshgan sari plushlash siz uchun misol oddiy bo'lib qolishi mumkin bu yerda-da. Lekin ungacha esa sabr qilib har bitta zdelkalarning plus minusini hisob kitob qilgan yaxshiroq do'stlar. Albatta shuning uchun ham tinimsiz o'zingizda ishlaganingiz ma'qul deb misol o'ylayman-da do'stlar. Mana aytgandek bo'ldi, men retest bo'ladi dedim. Mana shu retest bo'lish hodisasini o'zim bilib, короче, she'rdan qaytishga zelka ochdik. Endi vaqtni kutamiz. Agar zelkamiz biz aytganimizdek plusga kirishi kerak. Do'stlar, albatta misol
kimda kim reja qilishi qiynayotgan bo'lsa, biz cho'tka rejani aytib o'tib ketamiz. Misol, hozir men bilan misol demo hisobda zerkalarni qilishni boshlang va Telegram kanalim Bobur Trader. Yoqda obunachilar deyarli kamroq, o'ta obuna bo'lib qo'ying va menga misol Tirnovga misol zerkalaringizdan tashlab turing, mana o'rtoqlashib bizga sekin-sekin ko'tarilishga harakat qilamiz biz albatta. Kimdir misol demo hisobda bo'lmaydi, misol prosta demo hisob vaqting o'tkazasan, u yoq bu yoq degan gaplarga hech qachon ishonmang. Chunki demo hisobda o'z bilimlaringiz oshirganingiz juda ham ajoyib deb o'ylayman, hisoblayman. Shuning uchun kimda kim bu sohaga qiziqmasa, misol o'yin deb prosta qabul qiladi ko'p insonlarimiz. Shuning uchun unaqa mayda-chuyda gaplar berilmay, o'z yo'lingizda konkret bosishingizni tavsiya qilib qolaman do'stlar. Menga murojaat qiling, YouTube kanalimga obuna bo'ling, albatta o'sha analizlaringizni menga tashlab qo'ying. Men YouTube kanalimda keyingi videolarda bitta misol kanal obunachilarim, misol umuman kimdir shu sohaga qiziqsa, men bilan bemalol tirnovkani boshlashlari mumkin do'stlar. Albatta demo hisobda $10 qilib boshlaganman. 2 kun bo'ldi. Bugun 3-kun do'stlar. $24 edi balansimiz hozir. Hozir biz zelka ochdik. Mana o'sha bizlar zelkamiz plusga kirdi. Shuning uchun do'stlar, bu yerda nima desam bo'ladi? Ya'ni havl o'qish yaxshi emas. Shuning uchun bugungi zelkamiz strategiyamiz shunaqa. Erta yana boshqa demodan, boshqa strategiyalardan savdo qilamiz. Boshladik. Xo'p, burada ikkita plusda yopdik. Zelkamiz rosa ketdik. Xo'p, yana bitta analiz qilamiz. Nima gap bo'lyapti? Chunki do'stlar, ana shu qolishini. Shuning uchun do'stlar, hech qachon shoshilmang. Men prosta minusda bo'lganim uchun, realni, misol minusdaligim uchun, misol sizlarga trader minusga kiradi baribir ham. Hech qachon trader har doim plusda yurmaydi. Shuni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi edim-da, to'g'risi do'stlar. Bo'lmasa bizlar mana shu yerdan bittagina tepaga qarab bitta zelka ochamiz. Balashiniga qaraymiz. Ya'ni bu yerda narx juda ham kuchli o'rin bo'lyapti. Agar narximiz mana bu pastak o'rinni ham yorib o'tib ketsa, biz mana shu yerga kelsa, agar shu yerdan yana dagon qilib yana bitta zelka ochamiz. Lekin martingale strategiyasida men qarshiman do'stlar. Martingale strategiyasida ko'p misol martingale strategiyasi ko'proq minusga tiqib yuboradi. O'zim ham bu turlarim misol $400-500 martingale strategiyasilar bilan yo'qotganman. Shuning uchun do'stlardan iltimos qilib qo'raman. Martingale strategiyasidan voz keching do'stlar. Unchalik bu strategiya yaxshi natija olib kelmaydi. To'g'ri, misol zelkalaringiz 3-4 kun, ikkita minusga 3-chisida misol qaytarib olishingiz mumkin va o'xshashi mumkin, lekin baribir ham martingale strategiyasidan ko'ra riskni inobatga olib ishlagan yaxshi. Shuncha aytamiz, demoda chotki rezultat qilsangiz do'stlar, real hisobda ham bosimlarni kamaytirib asta-asta zelka qiling. Nega men $2 dan zelka qilyapman? Chunki o'z $1 dan zelka qilishim kerak edi. Prosta men $25 bo'lganim uchun $2 dan zelka ochyapman. Shuning uchun vaziyatni kutamiz do'stlar. Albatta valyutalar juda ham kuchli. Biz tepaga zelka ochgan edik, ko'ramiz. Agar birinchi minusni qabul qilib olamiz, javob menimcha do'stlar, albatta ko'ramiz. Birinchi minusni o'sha qabul qilib oldik, o'sha ko'ramiz. 19.8 o'sha birinchi minusimiz. O'sha birinchi minusimizni qabul qilib oldik. Xo'p, mayli, hech qisi yo'q. Biz mana shu yerdan Palashinadan yana misol ikkita zelka tepaga ochamiz. Mana do'stlar.
narx shu yerdan qaytadi deb analiz qildik. Chunki mana bu yerga kelib tepaga qarab yana bitta o'rin uradi. Shuning uchun do'stlardan iltimos qilib qolardim. Ko'proq mana bu demo hisobda tayyorlanishni juda ham yaxshi o'rganishni tavsiya qilardim. Shuning uchun doim meni kuzatib boring. Mana bugun hozir videoni o'sha men nasib bo'lsa hozir yana bitta ikkita plyuslar qilsak, real hisobda ham kuniga 5 ta 6 ta zelka oching, zato plyusga yoping. 10 ta 15 ta misol zelkalar kerak emas desa, shu uzoq 6-7 ta zelka chotga misol analiz qilib oching. O'sha plyusga kirsa, o'sha sizda o'sha kungi natijangiz bo'lib hisoblanadi. Lekin misol o'sha 4 ta zelka o'sha 5 ta 6 ta zelka ham plyusga kirib yana dalish ishlayman desangiz, bu katta xato yo'l qo'ygan bo'lasiz do'stlar. Shuning uchun eng global masala bu kuniga 5 ta 6 ta normal zelka qilish. Demo hisobda ham shuni shakllantirsangiz, ertaga real hisobda ham normal nimaga yetishasiz, natijaga. Lekin risklar o'ylamay turib, misol ko'p oson qilaman desangiz, siz esa bor pulingizdan ayrilasiz va minusda qolasiz. Shuning uchun ham azartning eng zo'r usullaridan biri bu kunlik risklarni kamaytirish. Ya'ni zelkalarni kamroq qilish. Shuning uchun ham sizlarga tavsiya qilib qolardim shu taktika. Albatta biz aytganda rejamizdagidek narx o'sha tepaga o'sib berdi. Bizlar o'sha plyusda yopdik deyarli. Biz aytganimiz plyusda yopildi. Mana do'stlar, mana bugun zelkalarimiz mana o'sha $30 yaqin bo'lib qoldi. Mana bitta 4 ta plyus, bitta minus do'stlar. Shuning uchun o'sha bizga $24 pulimiz bor edi, o'sha $9 bo'ldi. Yana bitta zelka ochamiz. Uga $1 ochamiz do'stlar, shart emas. $30 bo'lsa ham bizga natija normal. Chunki risklarni o'ylagan yaxshi deb o'ylayman. Yana tepaga qarab zelkamizni ochdik. Chunki mana bu chiziqni yorib o'tish kerak. Ko'rsatib o'tyapman, bu strategiya moviy birinchi va RSI indikatori orqali ishlaydi. Ko'ramiz, mana do'stlar, agar shu zelkamiz ham plyus yopilsa, bizlar shu bilan savdomizni yakunlaymiz. Demo hisobdagi savdoni birinchi mayli sizlar uchun ham, men uchun ham birinchi kun so'raylik. Men uchun misol 2 kun edi, misol mayli, misol sizlar uchun mana birinchi kun hisoblaymiz. Ko'ramiz do'stlar, zelkamiz tepaga qarab indikatorni yopib turishi kerak edi. Shundan mana bu shamamiz so'liqroq bo'lyapti. Albatta demo hisobda turnovka qilish juda ham yaxshi, risklarni ko'paytirmay ish qilib hozir ko'ramiz. Men narx bo'yicha men tepaga urushib ketish kerak edi. Ko'ramiz, agar shu yashilda yopilsa tepaga qarab zelkamiz yopilishi kerak. Tepada pastda qarshilik zonasi bor mana bu yerda. O'sha qarshilik zonasini yengib o'ta olmasa do'stlar, tepaga qarab afsus do'stlar. Mayli, hech qisi yo'q do'stlar. Mana ikkita minusni qabul qilib oldik. Birinchi, uchinchi minusda esa agar biz savdoni to'xtatamiz va zelkalarimizni yakunlaymiz. Bitta analiz qilamiz do'stlar. Real valyuta juftlik chaqishdan nima bo'ladi? Foiz juda ham baland. Keyin do'stlar $2 bitta zelka qilamiz. Mana boshladik. Analiz qilamiz. Narx tepaga ketmoqchimi yo pastga ketmoqchimi? RSI indikatori tushunarli. Mana shu yerdan narx mana shu pastga ketsa tepaga qarab zelka qilamiz, ochamiz.
Mhm. Biz tepaga zerkani ochdik. Afsus do'stlar. Uchinchi minusimiz ham bo'lmoqchi chog'i do'stlar. Albatta bo'ladi zerka. Misol tradingda ham minuslari qabul qila olishingiz ham mumkin. Albatta bugun jamida $2 foyda qildik. Misol ertasi real hisobda ishlasangiz, asabzarlik qilib misol yana ham zerka ochib, yana ham plyusga kiraman desangiz, juda ham katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lasiz do'stlar. Shuning uchun asabda asraymiz do'stlar. Demo hisobda ishlashni yaxshi o'rgansangiz, real hisobda ham asabni asrab zerkala qilgan mayli. Bugun misol $2 zarar qilmadi, zato $2 foydada turibmiz. $2 foydada misol. Shuning uchun nima qilmaymiz? Nasa bo'ladi. Do'stlar, o'zimiz zerkamiz uchun mana plyusga kirmoqchi o'sha. Ko'ramiz, volatility juda ham yuqori. Kirishi ham, kirmasligi ham mumkin. Volatility juda dahshat yuqori. Volatility yuqori do'stlar. Mana minusni qabul qilib olamiz biz. Mana. Shuning bilan savdolarimiz tugadi. 3 ta minus serga qildik va albatta 3-4 ta plyus qildik. Zar $2 plyusdamiz. $26, $24 pulimiz bor edi. $2 plyusdamiz. Shuning uchun bugungi izlaganimiz demo hisobdagi tirnabganimiz yetadi. Ertaga ham davom ettiramiz. Xayrli kun, hammaga ham bor. YouTube kanalimizda birga qoling. Bobur Trader YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Kimda-kim misol demo hisobda shug'ullanishni boshlab, o'zini ustida ishlasa, bemalol shu YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying, meni kuzatib boring. Videomizning keyingi qismlariga sizlarga chiqaraman. Albatta ertaga yana zerkalarni, tirnoqlarni bosamiz do'stlar. Xayr, sog' salomat bo'ling. Ertagacha do'stlar.